Bugun sport Astonaga yetib keldi. Bolalar xabaringlar bor. Erkabulant To'ktar bilan ispanchik urushanlar. Saturn bilan keldik. Podдержкада. O'zbekiston, xudo xolisa meniki Qozog'iston Astonaga ham yetib keldik. Inshaalloh duo qilib turinglar. Ko'pchilik ishonmayapti. Juda ko'pchilik ishonmayapti. Bu yerda vazn Erkabulantniki baland, ispanchikniki past. Nima bo'lganda ham bu yigit bomish emas, shuni bilib qo'yinglar. Ichib chakib yurayotgan emas. O'tgan safargi saperniklar hammasi ichib, chakib, qayerlardandir topib keladi. Bu sportsmen xudo xolisa ringga kiradi, o'zini ishini qiladi. Xudo xolisa haqqimizni ayirib ketamiz inshaalloh. Yutamizmi? 28-avgust kuni hammasini ringda ko'rsatamiz. Shuni aytib qo'yay. O'sha aytayotgan erkabulanlari sentyabrda 5 ta man bilan urushish kerak edi. Kamarga jang bo'lish kerak, zashta qilish kerak. Pashta 1 yildan oshib ketdi. Lekin atkaz bergan. Hamma kulishi mumkin, sen nimanga atkaz beradi? Menda kurash bor. Xudo xolasa, klitga kirgan Lubboy baysini, media baysini sudarashga aqlim yetadi. Endi xudo xolasa boksga qochdi, faqat qo'liga ishonyapti. Qani ko'ramizlar. Duo qilib turinglar, 28-kuni inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi.